Salom hammaga, sizlar bilan Abdulloh Babik. Bugun sizlar bilan kecha ilgari kuni qilgan shutni open case'ini davomini chiqaramiz. Shutni o'zini chiqardik, sumkasini chiqardik, maskasi qoldi, kiyimi qoldi. Birinchi bo'lib biz UC'ni ko'paytirib olishimiz kerak, ya'ni buldiropdan. Kelinglar undan avval o'tgan videoda kommentariyaga yozgan odamlardan g'olibini aniqlab olamiz. Hop. 300 ta kommentariya bo'libdi. Ozgina ko'paytirishimiz kerak. Shuni kamida bitta odam ikkitadan yozsa g'olib aniqlanadi. Sizlarga imkoniyat ko'proq chiqishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, bidan bubilga degani ID'sini qoldiribdi. Shu UC solib beramiz. Hop, o'tgan sparga buldropimizni UC'lardan ozgina qoldirib qo'ydim. Mana kommentariyada tushirib berdik bolaga. Hop, shuna silkasini olasizlar. Midasi buga kiribdi. Mana bidan bubilgani, bidanniki ham xuddi shunaqa ekan. Yani o'sha buni tushirib berdik. Mana shu endi mana buldiropga o'tamiz. Ko'pchilik so'rashibdi, buldiropda qanaqa pul chiqadi, qanaqa pul chiqaradi. Pul chiqaradi, buni ishi chiqaradi. Hop. Birinchi bo'lib mana bu yerga o'tasizlar, shaxsiy kabinetga, yana hisobni to'ldirishga kirasizlar. Hop, shu yerda kartalar beradigan kartalar bo'ladi. Mana undan avval hisobni to'ldirishdan avval promokod bor. Promokod Abdulloh desanglar, masalan 100 ming tashlasanglar, 120 ming bo'lib sizlarga tushadi. Balansinglarga tushadi. Mana Abdulloh kattari bilan. Hop, endi pul yetish, pul deb o'rganib qo'yman, UC yetishdi. Mana 5000 UC. 5000 ta bo'lsa sizlarda 5000 qancha UC'lar o'chiratib qo'ygan. Masalan, coinlar bir 2000 ta bo'lsa, 2000 1.5 ming yashaqon UC bo'ladi. Shundan foydalanib olish kerak. Hozir biz ichib buldiropni aylantirib turib, UC'ni ko'paytirib, hozir shu open case'ni qilamiz. Keyingisiga hozir mencha to'playapman. Round kelayotgan deyishdi. Shu roundni olishga harakat qilamiz sizlar bilan birga. Hozir mana shunga zarardamiz. 17 mingta bordi menda. 13 mingta qoldi. Ko'paytirib turib 25 mingta qilamiz va maqsad qo'yib olishlar kerak. 25 ta qildinglarmi chiqdi. Mana hozir yedik. 10 talik mana shundan olib turaman. Cho'tta miflar berib tursa ko'proq beradi. Yana yeyapmiz cho'tta bugun. Yana yedik. Nechta qoldi o'zi? Ammo bitta bersa yomon beradi, ko'nglim sezib turibdi. 3 ming yozsa foyda qildik mana. 5 ming ta qoldi, ko'rgan bo'lsanglar. Karamelka to'playapmiz, karamelkani oxirida urib olamiz. Bu yerdan nimani foyda qilsa bo'ladi. Masalan, o'zimiz buldiropimizni ko'paytirib, uyga solib qo'ygan bo'lishadi. Shatga 9 ming ta ekan, ko'rgan bo'lsanglar, bittaga chiqarib oldik. Hozir bizda karamelka bilan hisoblaganda bir 20 ming, 25 ming bo'lib qoldi menimcha. 10 ming ta bor ekan. Hop, 20 ming ta. Yaxshi, 20 ming ta bo'lsa. Yana bitta nimasi bor, ana karamelka shu yerda bo'ladi. Hozir biz karamelkalardan mana yerda ham alohida bonus bor. Shularni ham bosib, ya'ni mavzu bizga ultimate narsa berdi. Shu narsani sotsak 1000 ta, 2000 ta foyda bo'ladi. Biz 10 ekan, 800 ekan. Hop, mana ham yaxshi bergan o'tgan sport. 6000 taga mana risk qilamiz. Tushmasa yana solamiz. 4000, 2000 tanimizni olib qo'ydi hozir bu biz. 1000 ta, 100 tamizni olib qo'ydi. O 14 ming ko'rgan bo'lsangiz miflar taxlab oldi. 14 ming ta bo'ldi mana. O'zimiz qolmagan pashta. Karamelkani o'ta zo'r berdi u. 25 ming mana uchun ko'rgan bo'lsangiz maqsadimizga erishdik desa ham bo'ladi. 26 ming ta bo'ldi. Hozir UCD chiqarib aylantirib ko'raylik. Balki 30 ming ta qilib qo'yamiz, lekin 25 mingdan tushmashimiz kerak. Ko'rgan bo'lsangiz azart deydi shuni. Mayli. Hop, buni karamelka bermayotganim endi ozginasi bo'lsa ham 690 taga otamiz. 690 taga otgan bo'lsak, bizga mana 1000 ta berdi. Ozgina narsa ham o'zi bizga yaxshi balans beradi. Omad kelib qolgan payt 9000 ta katta risk ko'ramiz. Mana farqisi.
5 minut oldu. Yo'q, 4 minutdan yetdi qo'y. 4 minutamizni qaytarib berdi uni ko'rganmiz. Sotmadi ularni. Endi shu yerdan 19 minut yediriz. 26 minut bo'ldi. Yana ozgina o'ynaylik, bitta karamelga to'plab, men top 100 talik kirdik. Endi top 50 talikga tushmoqchiman. Shunga karamelkani ko'proq o'ynab turib, karamelkani yaqin topga chiqmoqchiman. Yana 6 minutda ketdi. Keyin Telegramga o'tsanglar, Telegramda har xil o'yinlar qilyapmiz. Masalan, pul tashlab beraman deyapti, ko'pchilik menga o'ynab bering deyapti. O'zini ko'zini oldida o'ynab chiqaveryapmiz ko'pini. Agar chiqara olmasa, o'ziga qoplab beryapmiz. Telegramdan yozaverasizlar. Mana o'sha o'tgan safarga anaqamiz. O'sha 5 minutda oz tashlab qo'yamiz. 5 minutda deyman, yana shu 3.5 ming USDlarga tashlab qo'yamiz. Nimani? Tangal shtonlarimiz. Hozir 5 ming zarar qilib qo'ydik, 20 ming qoldi. Yana 5 mingta zarar foyda qilib olaylik, keyin riski yana qo'yamiz. Zayafiga tashlab qo'yamiz. 2400 ekan qani? Kalla 2500, 108 ziyon. Biz mana 23 ming pul. Hozir 406 tushib qolsa shu yerdan 5 ming talik. Tushmadi. Biznes bo'lar. Va bu üstə beradi bu. İşte hali osilmabdi ham pashti. Shu hozir yechib olamiz bu 100 yillarni. Ko'rganmisizlar, 80 mingta bo'ldi. 80 mingta karamelka bor. Pashti bir 100 mingta qilib otaylikmikin deb turibman. Uje mana 90 mingta bo'ladi. Mana tepada ko'rganmisizlar, 10 mingta turibdi. Miflar berishini ko'ryapsizlarmi? Bitta bersa zo'r beradi. Desam ziyon qilsa shunda ham. 5 ming. Voy. Ko'rganmisizlar, 2 minutda vaqt olib anaqa olib qo'ydik. 8 mingta. Xo'p, endi karamelkaga kiramiz. Bu hali to'lmabdi. Mana o'sha bizdan 110 mingta bo'ldi. Birinchi o'rinda XLPVga degani bor ekan. Ashuni o'rniga chiqib olishimiz kerak o'zimiz birinchi bo'lib. 12 mingta yaxshi berdi, lekin ko'rganmisizlar, 47 talik hozir 79 edi. Shu narsani ochganimizdan keyin 47 talikda bo'ldi top. Sotsak 25 mingta bo'ladi. 25 mingta bo'ldi. Endi sekin o'sha chiqarib olsak ham bo'la qoladi. O'zi 25 ta deb keldi, yana 25 ta qilib chiqib ketyapmiz. Mana shu ID yozib qo'yasizlar, tepasiga ID yozgan joyimga, bizga 3.5 ming shunaqa yuksak kerak. Hozircha franga to'plab turibmiz. 5 ming bo'lsa oshib ketadi. 4800 ga 3300 ga to'g'ri kelyapti shu. Buni chiqarib olishdi. Bir bosamizda 2 soat, 3 soatdan keyin qaytib kelamiz. Ungacha men videoni kesib turib, ash kelgan joydan boshlab ketaman. Mana o'sha tashlab qo'ydim. Ko'rgan bo'lsanglar, mana 3 soatda keldi. 3 soatga ham bo'lmadi. 2 soatda ham keldi deylik. Xo'p, yana endi 100 yillar chiqarib olishimiz kerak. Endi shu topen kesdi navbat. Mana shu keltirib, kod 663 edi kodi bu. Tushdini tekshirib olamiz. 663 tushdi. Xo'p, endi chiqib turib, ikkinchi 663 imizni chiqarib olamiz. Xo'p. Uni ham mana chiqdi. Pashti отправить. Tekshirib olish kerak. Endi orqasidan tezda 1300 UC bo'ldi. Endi pastroqda 1800 UC imiz bor edi. 60 UC'larda sizlarga olib qo'yganim. Kommentariyaga yozaman yoki anaqa kommentariyaga yozganlarga tashlab beriladi. U UC Telegramda ham har doim shunaqa 60 UC'li o'yinlar bo'lyapti. Kirib qo'shilib qo'yinglar birinchi o'rinda. Mana shu 3100 tushdi. 3100. Birinchi bizga materialimizni beradi. Materialni olamiz. Orqasidan shootni open case qilamiz. Hozirlarga 10 talik taktika qilamiz keyingisida.
Bu taktikani ultrada ham bo'lmagan. Ili Suba Grimsda ham bo'lmagan bu taktika. Qarab turing. Sizlarga nima kerak bo'lsa, ana shu narsani qilib beradigan taktika. Bo'ldi. Ikkita otdi, 10 talikda tushmadimi? Shuni 100 ga kiramiz, 60 yuzda bir bosamiz, x bitta bosib bir chiqaraveradi. Shu holatda nima kerak bo'lsa, ashuni bir siz bosasizlarda bitta 10 talik otaveradi. Qarab turing. Oy be. Şuttum asker düştü. Vay jalla. Taktika ishlaydi. Taktikani shunaqa qilib ishlatib ko'ringlar agar ko'rgan bo'lsanglar. Endi bundan keyingi open case'da kiyimini qilamiz yoki novi mashina bor-ku, nima edi? Nomi mashina. Yubiley mashinasi bor, shu yubiley mashinaga otib ko'ramiz. Lekin bu maskasi kerak edi, rosa tushverdi. Şut qayta tushmaydi ekan shu joydan, bizga shut skar kerak edi. Graza berdi, mayli graza ham. O'zimizda bor edi lekin graza. Yashili. Bitta o'ntalik yetarli, endi chiqib tur. Endi u UC'ga mashina garaj sotib olamiz. O ko'rgan bo'lsangiz, akkaunt go'zallashib qoldi. 406 bor, yangi 406. Uni open case qildim, videosi yaxshi chiqmadi. Qo'yildi. 3-level qilib oldik, uni ham 4-level qilamiz hali. Sizlar bilan birgalikda garaj sotib olamiz, chunki bitta ham garajim yo'q. Bu yerga uvaz qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Endi nima qoldi? Bizga bonus pas sotib olsak ham bo'laveradi. Buni sal tezlatib beraman. Bonus pasni olganimiz. Bonus pas ham yaxshi, lekin bir tomondan yaxshi kiyimlar beradi. Videoda shu yoqqacha ko'rgan bo'lsanglar, like, podpiska bosib qo'yinglar. Telegramga birinchi bo'lib o'tinglar. Telegramda ham zo'r narsalar bo'lyapti. Hammaga rahmat, ko'rib turganlarga yaxshi open case bo'ldi.